Natijalarni ko'rsanglar, mana shu shok holatga kelasizlar. Profilni modelografiya SMM bo'yicha yurg'izmasagan-ku, qayerdan buni proyekt deyshadi. Vot, aniq. Mediada ishlab, qiz bola, erga tegmagan hali. Yosh qiz. Hech kim olib bermagan. Hech kim olib bermagan. Orada burnimni ham operatsiya qildim, telefonlarimni ham almashtirdim. Boshqa finansli narsalarimni ham qildim. Illyuziya, bir yolg'on, obman. Eng alam qiladigani ko'pincha tanishlarim shunaqa bo'ldi. Qarzingiz bormidi? Juda ham katta qarzim bor. Men boya aytganim. Kutma ertaga, dushanbadan keyingi yil, keyingi oy umring o'tib ketadi. Mutaxassislar bir-birini klientlariga chiqib bir-birini yomonlash holatlari ham bo'lar ekan, klient topish uchun. Kontraktim taqalgan mani. Yo to'la, yo sirpan deyishgan. Yo'q, uyga bilishganmi? Yo'q. Hozir ko'rsatib bilishadi. Nechta proyekt bilan ishladingiz? O'sha paytdami? Voy, juda ham ko'p. Даже uyimdagilar ham bilishmas necha pul topishim. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Nigina Muhammedova. Sizlarni YouTube kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugun sizlar bilan juda ham jonli vlog o'tkazamiz. Ya'ni o'zimni natijali o'quvchilarimni ko'rsatib, ular bilan tanishtirishni sizlar bilan boshlayman. Ayni damda biz ofisdamiz. Hozir bizda aynan dars jarayoni, ya'ni food syomkasi bo'yicha amalga oshirilgan amaliyot yuzasidan montaj darsi bo'lyapti. Sevara Jalilova dars o'tyaptilar. Mana shu jarayon bilan sizlarni tanishtiraman va videoni oxirida undan ham qiziqroq jarayonlar bilan bo'lishib boraman. Qani ketdik. Ko'rib turganinglardek, bizda darslar 100% jonli darsi bo'lib o'tadi. Har bitta o'quvchi mashq qilingan vazifalarni shu joyda bajargan holda natijaga chiqishi osonroq bo'ladi. O'quvchilarga xalaqit bermagan holda tashqarida qolganlarni gapirib beraman. Qani ketdik. Ekranda mana ko'rib turganingizdek, Instagramda mingdan ortiq ayol qizlarni ustoziman va natijaga chiqishligiga, daromad qilishiga sababchi bo'lganman deb qo'yganman. Endi bitta narsa bo'lishi mumkin. Mingdan ortiq ayol qizlarni o'qitibsiz, ularning kelajagi nima bo'ldi? Ular natijalari qanaqa degan savol tabiiy holda sizda tug'ilishi mumkin. Bu narsani so'z isboti bilan bir kunlik vlog ko'rinishida natijaga chiqqan o'quvchimni A va B tochkasini ko'rsatgan holda real ishlab turgan proyektiga borib bir kunlik vlog qilamiz. Xo'p, biz mana ko'rib turganinglardek, Abu Sahiy super centrda turibmiz. Zarrin brendi ostida yurgiziladigan katta yirik showroom, ya'ni Zarrin brendiga keldik. Bu yerda bizani zo'r natijaga chiqqan o'quvchimiz. Bizda Pastanova emas, mana qo'limda ikkinchi mikrofon turibdi. Birdaniga bostirib kirib, sohibani ish jarayonini ko'rib, qolgani bilan sizlarni tanishtiraman. Qani keting. Assalomu alaykum. Sohiba. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Laziza shok uzib qoldi. Bostirib keladiganmi? Mana biz keldik. Mikrofon taqib qo'yapman. Nima bo'ladi hozir? Hozir endi siz oldingizga bostirib keldik. Siz chiroyliroq o'ynaylarni kiyib kelamiz. Hozir biz sizlarni Sohiba bilan tanishtiramiz. Sohiba menda 2 yil oldin, 2 yil oldin, 2,5 yil oldin mobilografiya content makerlik kursida o'qib, zo'r natijalarga chiqib, mana ko'rib turganinglardek, katta Zarrin brendida ishlayaptilar. Stories maker, mobilograf, esa umuman bu full paket ostida ham brand face bo'lib ishlayaptilar. O'zingiz endi sekin tanishtiring. Ismim Sohiba, brand face SMM bo'lib ishlayman. Niginapada modelografiya bo'yicha o'qiganman. Hozir ko'plab proyektlarda ishlayapman. Yaxshi natijalar bilan Xudoga shukr. Shunaqa. Sohiba o'zi juda ham tirishqoq, yaxshi o'quvchi bo'lganlar va men bilan ozgina vaqt davomida bitta jamoada ishlab kelganlar va keyin sekin-astalik bilan mustaqil parvozga ketib, hozirgi kunda juda ham yuqori natijalarga erishganlar. Bu videoning oxirida natijalarni ko'rsanglar, mana shu shok holatga kelasizlar. Hammaga assalomu alaykum. Bizning aziz pardachilarimiz, bizga yengilliklar kelgan, hozirgi hammasi birma-bir ko'rsatib o'taman. Shu partiyalarimizdan keldi. Buni har xil ranglari bor, o'tkazib rangi tugab qolganda, bemalol ko'rib dastavka qilsanglar bo'ladi. Zakaz uchun raqam qoldiraman.
endi bunaqa luxury darajada bunaqa showroom borligini bilmas ekanman. Zo'r ekan pardalar. Da, birinchi qo'l. Zo'r, молодцы. Qanchadan beri endi ishlayapsiz bu yerda? Bu yerda 1,5 yil bo'lyapti. Zo'r. Boshida kelganingizda qanaqa edi подписчиклari? 2000ta, где-то 2000ta edi. Zo'r. Hozir nechta bo'ldi? Hozir 24500 dan shunaqa bo'ldi. Shu zo'r natija qilib beribsiz. Молодец. Savdolar oshgandir ancha. Ha, savdolar xudo yaxshi oshdi. И yangi klientskiy baza yaxshi qo'shildi. Zo'r. Shunaqa. Молодец. Xursanddir, qo'yib yuborishmasa kerak. Endi Ha, siz yo'q, bo'tdan. ana bu yana dusha solib qo'yganman deydi. Storieslaringizda ko'raman, oilam deysizda, va o'sha juda oilam bo'lib qadriyat qolgan. yuqori o'rinda deb o'tdi. Zo'r, молодцы. Endi ana qilaylik, главный menejer chaqirsangiz, siz o'zingizdan feedback olmasangiz, siz haqingizda feedback olaylik. Nimadan qanaqa bo'lar ekan? Qani ketdik. Shohjahon aka, hozir siz bilan sohiba haqida ozgina gaplashamiz. Ya'ni Zarringa sohiba kelganlarida nima o'zgarishlar bo'ldi va umuman xolis sohiba haqida ozgina fikringizni bilmoqchiman. Xo'p, sohiba keladigan bo'lsak, sohiba bizga kirgan payt bizda o'g'il bola asosiy, qiz bola yo'q. Bizga energiya beradi. Bu juda rosa energiyali qiz. Tan olaman, bizda keyin kayfiyat beradi. Ishimizga ancha ta'siri bor. O'sish bor. Bizda oldin o'tgan yilki bilan, 1 yil, 2 yil bo'lgan bo'lsa sohiba kelganiga, u bilan buni darajasini taqqoslasak, ancha yaxshi. Zo'r. Postimasi, energiya bor. Zo'r. Sohiba demak sizlarga SMM mobilografiya ham brend face sifatida faoliyat ko'rsatib yordam beradi. Sohiba kelganlarida profildagi va savdodagi o'zgarishlar va hozirgi o'zgarishlar haqida ozgina aytib bera olasizmi? Xo'p, akkauntdan kelib chiqadigan bo'lsak, Zarin .uz ochganimizga o'zi unda ko'p bo'lmadi. Kelganida 1,5 ming, 2 ming atrofida edi. O'zi hozir 1 yil ichida 24,5 ming odam bo'ldi. Bu o'zimizdan. Bu anaqasi yevsiz, narsasiz, hammasi o'zimiz mehnatimiz. Sohiba bilan organik, zo'r. Bo'lgan mehnatimiz. Zo'r natija. Zo'r. Komandaga chiqib pishib ketish ham sohibada ancha yaxshi. Hech kim bilan tortishib o'tirmaydi, narsa qilmaydi, energiya beradi, xushchaqchaq, kulishib, gaplashib. Zo'r, yaxshi. Bizani erkaklar qizlarimizdan. Yaxshi, zo'r. Savdochi, misol uchun kelganlarda o'zgarish nima, masalan, upgrade bo'ldimi, nima yengilandi, yangi mijozlar, qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Xo'p, savdoga keladigan bo'lsak, bizani 12 ta viloyat biladi. Lekin sohibani ishga olganimizdan keyin, Instagramimizda bo'lgandan keyin Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'izistonda klientlarimiz ko'paydi. Zo'r. O'rta Osiyo bo'yicha bizda 12 ta viloyatga parda sotardik. Sohiba bilan ish boshlaganimizdan keyin Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'izistonda klientlarimiz bor. Zo'r. Optimga ham ishlayapsizlar. O'z asosiy bizda optim. Keyin metrajga olib ketishadi. Zo'r. Metraj optim hali anaqada xarid bo'ladi. Zo'r. Aslida bunaqa feedbacklarni o'quvchimizdan eshitish bizga juda katta faxr. Ilohim bunaqa o'quvchilarimizdan safi kengaysin. Sizlarda bizani yaxshi o'quvchimiz, zo'r mutaxassis bo'lib ishlayotganidan xursandmiz. Rahmat. Zaringa zo'r zafarlar, xudo xolasa. Bundan ham ulkan cho'qqilarni zabt etishinglarni tilaymiz. Rahmat kattakon. Rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat. Birinchi tanishuvimizdan boshlasak, sizni уже taniganimga 3 yil bo'ldi-da, sohiba xudo xolasa. 2,5 yil ekanda. 2,5 yil, ha. 2,5 yil bo'ldi tanishganimizga. Birinchi tanishganda eslayman-da, halanu nima deydi? Dovchi edingiz-da. Hali endi pishayotgan o'rik bo'lib, qarab, syomka qilib kelganimda Shahnoz opa bilan dars gaplashayotganimda, qanaqa mobilograf ekan bu deb qaraganingiz esingizda. Nigina keladi, nigina desizlar. Kim ekan bu nigina deganman-da. Keyin o'sha proyektni olib, o'tda brend face bo'lib ishlardingiz, model bo'lib chiqib berardingiz. Model bo'lib chiqib berardim, stories maker edim. Stories maker bo'lib. O'sha paytda qanaqa ishlardingiz? Barter asosida ishlardingiz. O'shanda nima gapim sizga ilhomlantirgan? Yaxshi yozar ekansiz degansiz, kontentlar yozgan bo'lgan, yaxshi yozar ekansiz. Mobilografiya o'rganib oling, shunda siz full bemalol hamma narsani ola olasiz. Haligacha esida shu gapingiz. Joyida gapirgansiz o'sha gap. Anaqa Shahnoz opa, biz barterga ishlaymiz deb anaqa qilsalar, barterga ishlatmaydi buni. Sizdan ishlatmaydi. Bu o'sish kerak-ku. O'zini hurmat qilgan mutaxassis bo'lsa, o'zini hurmat qilgan mutaxassis hech qachon barterga ishlamaydi. Bu hozirga xo'p deyapti, ertaga bu o'smaydi deb anaqa qilsam, anaqa qo'yganlar. Hozir meni bu stories makerimni aynitib qo'yadi deb cho'chiganlar. Esingizmi? Shunaqa bo'lgan edi. Keyin shu bilan tanishib, kommunikatsiya qilib ketib,
keyin Telegramda joyida o'sha payt aytaman mana har safar shu narsani eslasam yaxshiyam joyida nomeringizni olgan ekanman deymanda boyagi hozir olasiz yoki kerak emas keyin qolib ketadi-ku yaxshiyam shu payt joyida olgan ekanman yoki keyin qolib ketadi o'qiy desam keyin ho'p o'qiyman keyin уже серьезно sizga aytganman-ku siz mana yozyapsiz kontentni ssenariyni yozib qo'yibsiz bu narsani endi syomka qilish o'zingiz syomka qilishingiz kerak desam qarab turibsiz-da keyin anaqa Telegramda yozishganmiz siz bilan institut o'qirdingiz o'sha payt ha institut o'qidim keyin oyim ruxsat berdilar uydagilarga aytdim o'qiydigan bo'ldim deb keyin уже kurs boshlangan qarang bitta gap odam anaqasini o'zgartirib yuborgan zo'r o'shandek o'rtoq ham orttirdingiz zo'r veselo o'tgan juda ham zo'r o'tgan ya'ni bir xil aytadi va borsam qanaqa odamlar bilan o'qiyman deb yo'q juda ham zo'r o'tgan даже ham o'qish ham yangi tanishlar maza qilib buxlis majesiz rosa o'rtoq bo'lib yurardinglar biz ish qo'ymasdik zo'r keyin уже o'qish bitdi bitiruv bo'ldi keyin proyektlarga sekin topishingiz kerak edi o'sha kursni o'zida proyekt olmadingiz manimcha sohiba adashmasam oluvmidingiz u payt уже ishlab madurlar qotuvmidingiz kursni o'zida proyekt olmadim lekin stories maker bo'lib ishlaydigan mana proyektlarim bo'ladi-ku SMMki stories maker bo'lib ishlaydigan proyektlarimda уже o'zim sekin syomka qilishni boshladim qani bitta olib bering ko'ring qani bitta bunaqa qiling nimadir xato qilardingiz man uchun anaqa qani nima bo'lar ekan joyida ishlata olmasam joyida ishlatmasanglar qolib ketadi derdingiz-ku hozir nimadir qilib olinglar pulga emas eng aziz hozir qilib olinglar topib ketasizlar keyin bemalol proyekt dedingiz-ku o'shanda o'sha proyektlarimni ishlatib ko'rishga harakat qilardim-da menga plyusga bo'lgan shu o'zi boshida unda mobilografiyani o'qimaslikdan oldin nimadirlar qilib olib yurardingiz syomka qilib harakat qilib o'zim просто o'rganganingiz bo'ladi-ku internetdan ko'rib bitta narsa esimda Madinaga aytgan ekansiz Madina aytdi anaqa yen deydi desam sohiba kurs paytida misol uchun o'qishi institutiga chalg'imana qildida keyin уже darslarni boshqatdan eslab darslarni ko'rib borib madish vaqtida qilmagan ekanman-da qilganimda hozir bundan ham zo'r qilgan bo'lardim proyektlarimni deb aytgan ekansiz Madina aytyapti lekin mana kechroq bo'lsa ham mana qildi-ku yaxshi bo'lib ketyapti sohibaniki keyin резко ishingizda o'zgarish резко sezildi резко storieslaringizda уже anaqa ishlayotgan jarayonlaringiz hamma narsani ko'rsatib bordingiz-da keyin уже menimcha o'sha paytlar уже proyektlar ham ko'payib ketdi sizda o'sha payt haqiqatdan man tegishli gap aytgandim aytgansiz anaqa shunaqa ichimdan achinish bo'ldi nima o'sha payt yaxshilab o'qimadim nega vaqtida qilmadim nimaga vaqtida qilmadim prям hamma narsani prям vaqtida gapni berib o'rtoqlar bilan o'tirdim deyapman-da eng главныйsi bo'ldi endi kech degan narsani aytmaganim o'zimga shu narsa zo'r bo'ldi haligacha shukur qilaman yaxshiyam kech bo'lsa ham joyida anaqa qilib oldim ko'rishga harakat qildim boshqa qildim nima qilsam bo'larkan nima anaqa qilsam bo'larkan deb bitta Instagramda boshqa narsalarni ko'rib qarang bu qayerdan kadr olgan ekan mana birovni ishlari bo'ladi уже analizga o'tdingiz analizga o'tdim-da lekin o'sha payt aytdim prям bekor qilma vaqtimni o'tkazib yubordim dedimda ham kimdir o'qiyotgan mana yangi o'quvchi olgan bo'lasizlar-ku mana yangi потокdan olasizlar boshqa bo'ladi-ku havaslaringiz kelib ketarmidi ish qilib menga o'xshagan xato qilmasin deb bular o'qisin ish qilib valaqlashib o'tirmasin-da deyapman-da o'sha o'qish payt kurs payt prям o'qish kerak ekan ko'pchilikda nima bo'ladi balki menda ham shu narsa bo'lgan koronasini yechgisi kelmaydi bilag'onli anaqasi bilag'onli yo men bunaqa eshitganman yo men bunaqa men bilaman buni kursga keldimi bo'ldi u narsani chetga surib qo'yish kerak hammasini olaverib keyin уже xohlagan xohlasang bilganingni qil xohlasang o'qiganingni qilagan-da shunaqa o'sha koronani yechish kerak ekan kursga kelgan payt bilag'onli koronasi bilag'onli voy men bilardim yoki bir xillar bo'ladi-ya nima deydi bunaqa o'tiradi даже o'zi zo'rg'a yozilgansan kursga-da zo'rg'a senga joy yetganda masalan shunaqa bunaqa o'tirishadi men hamma narsani bilaman yengillik olmadim men yengillik olmadim yo'q menimcha u narsa bo'lmaydi masalan o'zim ham yaqinda bitta kursda o'qidim o'sha kursda o'qishimdan oldin u narsa malaka oshirish uchun o'qigan bo'lsam ham
o'qishimdan oldin o'sha o'qimoqchi bo'lgan qiz aytdilar, что sohiba siz o'qishingiz shart emas. Bilarkansiz. Siz hammasini bilasiz, hozir bekor pulingiz ketadi dedilar-da. Nima bittanisiga uveraman, то что bilim hech qachon просто takka ketmaydi. To'g'ri. O'sha qizni o'qidim, masalan, o'zlarim aytdilar, "Men aytdim, har safar bor darsga boryapti" aytdilar-da. Yo, men baribir nimadir olaman deyman-da. Zo'r, молодец. Men hech qachon masalan institutda o'qiganimga, boshqa narsaga, nechta kurs masalan, orada qancha yaxshi o'qib, nima deydi, sifatsiz kurslar bo'ladi-ku, darslar bo'lmaydi, boshqa bo'ladi-ku. Shunday ham O'shani afsuslanmadingiz. afsuslanmadim, yo'q. Hammasi plyusga, даже kichkina narsa oldimmi, hozirgi paytda hammasi va plyusga ishlayapti. Ani proyektni уже men tanlashimga, men emas, men proyektlarni tanlashimga bitta anaqa bo'lib berdi. Zo'r, pog'ona. Pog'ona bo'lib bera oldi. Zo'r, молодец. Mana proyektlar oldingiz-ku, mana aytyapman-ku, mana Instagramda sizni ko'rib, kuzatib, podpiskadaman, misol uchun ko'rib turaman, xavotir olaman-da, tarjimada nima bo'ldi ekan buni ishi, qanaqa bo'layotgan ekan deb hammani tekshirib qarab yuraman. Proyektlaringiz уже ko'payishi boshlaganini sezdim-da, o'sha payt mencha anu. Chizamdan chiqib ketdi. Bo'ldi, oyoqqa turib oldi, bo'ldi, qildi o'zi, уже ketdi, sohiba уже ishlayapti degan his-tuyg'u bo'ldi-da. Shungacha mana men shu narsani his qilgunimcha sizda qanaqa qiyinchilik bo'ldi? Masalan, proyekt ololmay, fail bo'lgan proyektlar, kelisha olmagan, pulingizni ololmagan joylar masalan, shu narsalar ham bo'ldimi? Bo'ldi. Eng alam qiladigani ko'pincha tanishlarim shunaqa bo'lib chiqdi. Begonalarda masalan amallab yaxshi ishlab ketganlarimiz bo'ldi. No ko'pincha norozichilik bo'lib qolganda ham qancha masalan tanishingizga begona odamdan ham ko'p ana jaram berasiz. Unda price birinchidan tushirasiz, ikkinchidan 2x ga ishingizni ko'paytirasiz. Aynan shu narsa mehnatimning qadrsizlanishiga sabab bo'lib qoldi ko'pincha. Men aytmayman, masalan, boshida ko'pchilikda bo'ladi, proyekt topolmaganda yo'q bo'lsa, tanish bilan ishlaydi. Tanish bilan ishlash kerak. Eng globniysi u payt tajribani oshirib olish, keys yig'ib olishda. Bunaqa paytda stoyt, lekin agar sizni mehnatingiz qadrsizlanyaptimi, ishlab turing. Tashlab ketmang, lekin bu yerda yangisini sekin qidirish kerak ekan, чтобы sizni qadriyatingiz to'g'ri kelishi uchun. To'g'ri. Mana qadriyat boydan beri aytyapsiz, mana shu kelayotganimiz ham kelishimiz bilan aytdingiz, qadriyatda ekanligini. Qayerda o'qigan bo'lsam, siz ham aytgansiz, boshqa ustozlarim ham aytgan, qadriyating tushgan proyektda ishlashing zo'r bo'lar ekan. Rostdan shu qadriyatga bog'liq-da. Qadriyat demak, qadriyat tomonlama to'g'ri kelmasdan shunaqa failli bo'lgan, to'g'rimi? O'zi har doim men shu ishim ishlaganimda tushundim bitta narsani. Menimcha butun umr menga plyusga ishlasa kerak bu narsani tushunganim. Qadriyati to'g'ri kelgan odam bilan uzoqqa borish narsasi. Bu bo'ladi masalan, munosabatda bo'ladimi, oila qurishda bo'ladimi, do'stlikda bo'ladimi, ishda bo'ladimi, qadriyatingiz tushsa bo'ldi, u sherik bilan uzoqqacha borar ekansiz. To'g'ri, zo'r. Mana muvaffaqiyatli proyektlar bor, hozir sizda o'zi mana Hasana parfyum. Misol uchun brend face bo'lib chiqyapsiz. Keyin bitta narsani aytib o'tish kerak. Hozir kameraga qarab aytaman. Bu yerda sohibada aynan mobilografiya, stories making, undan tashqari brend face bo'lib chiqadilar. SMM xizmatlari bor. Уже deylik full paketlar bor. Shu narsa orqali juda katta natijalar bo'lib kelyapti. Bular haqida hali hozir gaplashamiz. Sekin mana kirib boryapmiz. Mana Hasana parfyumda ishlayapsiz, mana Zarrin, Meloris katta. Meloris, u ham parfyumida adashmasam. Ular qurilish bo'yicha mana katta mebellarda ular. Meloris, aytgancha. Men taniyman ularni, ular bilan men kursdosh bo'lganman, shaxsiy brend bo'yicha o'qiganmiz. Mana o'sha proyektlar chiqyapti, уже yirik proyektlarda, sizda katta, уже yaxshi bitim tuzyapsiz-da. Mana shu narsaga duh qachon keldi? Voy, zo'r savol bo'ldi. Duh qachon keldi? Mana baryer bo'ladi sohiba. Men o'zim mana ma'lum bir summa deysiz, mana ishlab chek mana deydigan narsa bo'ladi. Men oyiga mana shuncha pul topaman yoki yillik обороtim shunaqa bo'ladi deysiz-ku. O'sha mana shu narsani granitsasini kattaroq olmaymiz-da. Miyadagi blok degan summaga kirib qolar ekanmiz, o'sha summadan orta olmas ekanmiz. Mana shunaqa blok bo'lganda sizda qachon ham shu blokdan sakrab o'tib, qachon mana duh qaysi nima momentdan keyin sizda ochildi? Shunaqa proyektlar bo'lardi. Davay ishlab ko'ramiz deyishadi-ku. Mana yaxshi proyektlar. Siz endi bu sohaga kiryapsiz. Ko'pincha qochishga harakat qilardim. Chunki ichimda duxim bo'lmasdi. O'ylab qarasam hozir bilimim bo'lgan. Ustozlarim ham bor edi, davay qilmasang yana qilaman. Yordam beraman. Duh bo'lmaganda. O'sha qayerdan, nimadan keldi? Qaysi momentda deydi-yu? Chiroy yonadi. Birinchisi o'sha siz bilan tanishishimizga yaqin Shahnoza klinik bilan ishlaganim.
ularga shunaqa bo'lgan SMM bitirishimga, to есть SMMga endi o'qiyotgan paytimda aytilgan taklif bilan chiqing, qo'rqmang. Eng muhimi hozir sizga puldan ham boshqalardan ham obro'yim tushib qoladi ham deb o'ylamayman. Eng muhimi sizga Men sizga ishonaman. Case degan narsa bo'lgan. Men hammaga yozib chiqqanman. Shahnoza klinikga targetda reklamasi chiqib kelgan. Kelgan, bular baribir javob yozmaydi deganman-da. Men bilan yozsa kerak deganman. U men yozganlarim ichida ancha urovni baland edi. Haligacha baland masalan. Shunaqa narsa bo'lgan. Ular yozmaganda Shahnoza klinik bo'ldi, keling gaplashib olamiz deganlar, ishonasizmi? Men o'sha payt aytganman. Demak, domani shunaqa vaziyatlar bo'ladi, sizga nabat zo'ra ko'nadi. Oddiysi emas, zo'ra ko'nadi. Erta ishlab borish davomida Shahnoza opa ko'pincha aytardilar, "Yo, sen anaqa qilasan, eblaysan. Sen shu narsani eblaysan" deb ko'p gapirardilar-da. Mana bu narsa topshiribdilar. Men qila olmasamchi deb ichimda qo'rquv bo'lardi. Sen eblamagan masalan bilan ishlamasdim, sen eblaysan dedilar. Men o'sha narsa miyamga kiravergandan keyin, yo'q, haqiqatda qilsa bo'ladi. Ishonyaptilar, qila olaman. Ishonyaptilar, yozib bera olaman. Ishonyaptilar, yaxshi chiqyapti. Keyin boshqa proyektlar ham o'sha sekin-sekin qani olib ko'ring, bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa bo'lmadi deb olishni boshlaganimdan keyin ulardan ham o'xshab ketadi. Keyin o'sha u narsada qo'rqish meni o'zi proyektdan qochirar ekan deb tushundim o'zimga. O'sha moment, ya'ni sizga o'sha ishonch bildirilgandan keyin именно shu proyekt senda o'xshayapti, uddalayapsan degandan keyin duh paydo bo'lganda. Eng katta, ya'ni duh bergan narsa bu hozir endi kimligini конечно aytolmayman. No bir ikkita shunaqa mutaxassislar bilan ko'rishib qoldim, gaplashib qoldik. Ular aytishyapti, keling birga ishlaymiz deyishyapti. Bir xillar bo'ldi, keling birga ishlaymiz dedi, kimdirlar bilan просто fikr almashdik. Ishlarni ko'rib chiqsam, u brendlar uchun ularning ish qilayotgan o'zi qilib berayotgan xizmatlari to'g'ri kelmaydi-da o'zi. Ularga ancha balandroq, nima deydi, agentство deydimi, shunaqa xizmat kerak o'zi aslida. No, brendlar rozi ularning ishdan, tushunasizmi? Men aytaman, to'xtab tur dedingizmi? Demak, dedim, bu ana kelishuvda, qadriyat kelishida, ko'p narsaga bog'liq, hamma narsa ham siz prof darajada bilishingizda emas ekan. O'sha narsa menga zo'r yordam bermoqchi. Hammaga bu narsa hozir ana ish topa olmayotganlar bo'ladi-ku. Voy, men hali zo'r emasman. Yana o'zingcha o'qishim kerak. Har doim o'quvchi bo'lish pozitsiyasida turganlar bo'ladi. O'quvchi pozitsiyasidan chiqa olmaydiganlar ko'p-da. Mana men shuni kutyotgandim-da hozir shu javob sizdan. Men o'zi mana keling birga podkast deganda intervyu qilib olamiz sizdan, ko'pchilikga foydali bo'ladi deganingizni o'sha narsani aytaman dedim-da. Men o'zimda ham aynan shu narsadan qo'rquv bo'lgan. Men hali tayyor emasman. Hali o'qishim kerak, yana ozgina ishlab olishim kerak. O'rganib oling, yana o'rganib oling. Cho'zurardim. Keyin o'sha ishlash jarayonida shu narsani tushundim. Что siz zo'r bo'lishingiz shart emas ekan, prof bo'lishingiz shart emas ekan. U narsaga o'z tajriba kerak bo'ladi-ku, o'sha davomida yetib olasiz. Eng muhimi siz qadriyatingiz to'g'ri kelib, klient bilan yaxshi ishlay olsangiz, bir-biringiz bilan yaxshi anaqangiz tushadigan bo'lsa, siz u bilan ishlab ketaverar ekansiz. Shunaqa vaziyatlar bo'lar ekan, даже ana kichkina brendlar u yoqda turib, katta brendlar naborot sizga taklif bilan chiqar ekan, menga yoqadi san ishing, menga yoqadi san bilan ishlash. Yoki san haqingda yaxshi odif oldim. Men bilan ham ishla. Men bilan ham ishla deyshar ekan. O'sha narsadan men o'zi tushundim, siz zo'r bo'lishingiz shart emas ekan. Siz prosta hozir paytda ana eplasangiz bo'ldi ekan. Eplasang, amal qilsang, bo'ldi. Duxingiz bo'lsa bo'ldi ekan. O'zicha mana bitta narsa ham bor-da, har qanaqa sohada. Faqat nazariyani bilish bu уже bilish degani emas-da, uni qo'llash kerak, praktik bo'lish kerak-da. Men o'zimni mana kursiga o'quvchilarga ham aytaman-da, o'rganib oling, keyin proyekt olaman, yinib oltin vaqtni kutma, ertaga, dushanbadan keyingi yil, keyingi oy umring o'tib ketadi. Hozir chiqyaptimi, tanishingmi u, qo'shningmi u, kimdirni qilib ber menga deyaptimi, o'sha narsani qilib ber. Sen amaliyot qilyapsan, amaliyotingga pul to'layapti. Shu bilan ko'p holatlarda shu bilan o'sha долгосрочный proyektlar bo'lib ketadi-da. Men o'zim ham mana mobilografiya sohasiga kirib, o'zim siladey, siz hozir endi o'quvchi emassiz, men o'quvchilarga aytaman, siladey paytim men kursni bitirmasimdan $900 daromad qilganman. Esidan o'qiyotgan paytingizda ham shu gapni aytganman men. Xuddi shunaqa qilib, e'tibor qilaman, voy realmikan, bu bloklarda. Qo'rquvda, qo'rquv. O'shaning uchun bilmayman u hali. Bilmayman emas, bilasan, o'rganding, o'sha narsani qilib ko'r deyishdi. Sizda ham mana hozir
agar kimdir masalan bu podcastni ko'rgandan keyin Instagramga kiradida, Mhm. hamma qatori bitta gap aytadi. Mhm. Profilni mobilografiya SMM bo'yicha yurg'izmas ekan-ku, qayerdan buni proyekt deyishadi. Вот. Aniq. Hmm. Aynan shunaqalar uchun shu gapni yana bir marta qaytargan bo'lardim. Siz zo'r bo'lishingiz shart emas. Vaqti kelsa profilingizni yurg'izishingiz shart emas. Yurg'izsangiz albatta yaxshi. No yurg'izmasangiz ham klient topa olasiz. Shunaqa. Eng g'amlisi kelganda bosish kerak ekan. Unda. Bo'ldi. Eng g'amlisi ana eblagan degan gap haqiqatda hozirgi vaziyatga juda ham yaxshi tushadi. Zo'r. И mani profilimni yurg'izmasdan qayerdan klient topadi deb ko'pchilik rosa so'raydi. Mana sen profilingni yurg'izmaysan, qayerdan klient topasan? O'zing chiqasanmi? O'zingda Sarafan. Shunaqa. Sarafan. Har doim bir-biriga ulanib kelgan klientlar. Shunaqa. Brand faceli bo'ladimi, SMM bo'ladimi, mobilografiya bo'ladimi, haligacha bir-biriga ulanib kelgan. Aytmayman men 100% hamma klient mendan davoli, hammasi bilan zo'r aloqadamiz deyman. Hech kimda unaqa bo'lmaydi. Mana men degan Toshkentdagi dunyodagi eng zo'r mobilograf SMMchilikda ham unaqa bo'lmaydi. Lekin 90%, 90-80% klientlarim bilan juda ham haligacha даже ishlamas ekan, juda ham ko'rishganimizda yaxshi aloqadamiz. Zo'r. Chunki har bitta nima deydi, mutaxassisda baribir ham mehnatini qadrlamaydigan yoki-da qadriyati bir-biriga tushmaydigan klient uchrab qoladi. Odam odamga tushmasligi. Ana aytishadi, "Voy, menda bunaqa bo'ldi-da, chota mana chiqmaydi shekilli" deydi. Yo'q, просто san odaming emas. Sen u joyda emassan, noto'g'ri joydasan, shunchaki. Agar yanada o'zingni qadring tushirib xohlamasang, samotsanga tushirib xohlamasang, kerak o'zi pricing tushirib xohlamasang, просто aytma ket. Zo'r, zo'r. Hozir aytmoqchi bo'lganim mana sarafanka deyapsiz-ku, sizda mana Instagramga reels qo'ymasam ham, chiqmasam ham, stories ishlayotganimni ko'rsatmasam ham, lekin klient bor deyapsiz. Mana o'zi shuni asosi, o'zi mana sohiba nimaga sarafanka bo'lyapti? Deadline degan narsa bor, bilasizmi? Mana o'zingizdan bilasiz-ku. Deadline'ga amal qilib, to'g'ri vaqtida hamma narsani qilib berib, og'izdan chiqqan gapga javob berib, o'sha natijasini qilib qo'yib, qadriyat tomonlama hamma taraflama qilib qo'yadigan bo'lsa, o'sha bizda hard skill, soft skill degan narsalar bor, uni juda ham yaxshi bilasiz. Hard skill ya'ni bilimi bo'lib turib, soft skill rivojlanmagan bo'lsa, proyekt bo'lmaydi. Sizni hozirgi muvaffaqiyatingiz hard skilldan tashqari soft skillingiz zo'rligida hamda, odamlar bilan kommunikatsiya, vaqtida qilib berishingiz, kech qolmasligingiz, gapingizga javob berib, mana shu narsani qilaman, yangi g'oyalar qilishingiz, ya'ni ichingizda nimadir kontent xohlayapsizmi, shu narsani proyekt egasiga aytib bilishingizda hamda. Mana shu narsadan ham sizda уже men nima deydi, g'ildirak deydigan bo'ladigan bo'lsa, bitta g'ildirakni nimasi havosi chiqib ketgan payt ikkinchi g'ildirak ko'proq tortib ketayotgan mashina yurib ketaveradi-yu. Misol uchun proyekt egasi уже oqsayotgan paytda siz tortib ketyapsizmi? Уже proyekt egasi bundan o'ylaydi, to'xta, men hozir qilolmayotgan paytimda ham bu meni brendim uchun, bu meni ishxonam, ya'ni mana shu anaqam uchun, biznesim uchun bu harakat qilyapti, bunga ishonsam bo'ladi. Bo'ldi, bu bilan уже долгосрочно ishlayman deydi. Mana shu skill sizda bor bo'lgani uchun zarrin ham, qolgan proyektlaringiz ham va o'shaning uchun men mana konkurent bo'lsa ham, mana ba'zi bir konkurentlar bir-biriga tavsiya qilib qo'ygan joylari ham bo'ladi, bilasizmi? Shunaqa. Men o'zimni kechaga yaqinda bitirgan sohib emas, Sadiya degan o'quvchim bor. Parda bilan ishlayapti-da. Parda bilan ishlayapti. Pardada ishlab zo'r kontent qilib berganda, o'sha pardaga target yoqishganda zo'r ketgan. Profil raska jonlanib ketganda, o'sha pardachi ikkinchi pardachiga bu qizni aytyapti. Уже konkurentga ham aytadigan darajada, ya'ni уже demak, mana o'zi yaxshi-da, Sadiyani. O'zini qadriyati bor. Qadriyatiga yarasha o'ziga o'xshagan yaxshi nima deydi, proyekt chiqqan. Xuddi shunaqa. Baribir skillga ko'p narsa bog'liq. Mana shu skill bo'lgani uchun, qadriyat bo'lgani uchun bozorda yaxshi sarafanka bilan aylanyapsiz. O'sha yaxshi sarafanka bilan aylanganingiz uchun ham men faxrlanib, mana shu sohiba olib chiqaman deyman-da. Kimdan eshitaman? Mana yolg'on emas. Men sohiba desam, Instagramda sohiba esa, va siz o'quvchingiz, va lekin yaxshi mobilograf, zo'r qiz, mana shunaqa kimda mana bir martalik ishlayman. Mana misol uchun Mahina, meni kursdoshim. Qizini anaqasini, dень рождениясini videoga syomka olib berdingiz. Eslaysiz? Mahina. Doktor qiz. Dень рождения syomkasini qilib bergansiz. Bir martalik syomka bo'lgan. O'sha qiz mana sizdan o'ziv aytibdi, "Mahin, bu meni o'quvchim, sohiba" desam, "Ты серьезно, Nigin?" dedi. "Да, она моя ученица". Вообще шикарно dedi. Вот она мне очень нравится. Вот с ней у меня сложилось, вот. Bir martalik bo'lsa ham, в следующий раз я ее позову, deyapti-da. Yaxshi o'dziv kelyapti. Ya'ni bu
baribir Toshkent kichkinada sohiba baribirchi kimdir yomonligini bo'lsa borib ustoz eshitsachi ustozga rosa og'ir xuddi birov o'ldirmoqchimisan bolasini yomonla deydi-yu sizlar ham bolalarimizsizlar kimdir sizni yomonlasa menga qattiq tarsaki bergandek mana shu yaxshi odzivlarni eshitganimdan keyin yo bu sohiba bozorda yaxshi nom bilan ketyapti yaxshi odziv bor deb faxrlanib shu xalqqa ko'rsatgim keldi sizni shunaqa yaxshi odzivlar ko'p siz haqingizda yana bitta narsa aytmoqchiman o'zimda shunaqa narsa eshitdim endi прям man o'zim конечно kelib aytishmadi shunaqa narsa bor ekan bilmayman u SMMda ham bormi mobilografiyada ham bormi SMMda eshitdim manimcha mobilografiyada ham bor bir-biriga aloqador-ku mutaxassislar bir-birini klientlariga chiqib bir-birini yomonlash holatlari ham bo'lar ekan klient topish uchun ya'ni qanaqa u masalan men sizni klientingizga chiqaman-da u unchalik o'zi sizga zo'r narsa qilib bermayapti man sizdan zo'r narsa qilib man sizga undan siz olib olish uchun-da siz undan olib olish uchun olib olish uchun o'zi masalan ya'ni SMMchilar bir-birini yomonlaydi hech bu bor narsa nima deydi maqsad yokida sizni ishsiz qoldirish uni o'ziga olib olish bir xil klientlar bor undoq yaxshilab o'ylaydi o'zi normal odam bo'lganda menga o'z sherigimni yomonlamaydi deb normal fikrlaydigan odam shunaqa fikrlaydi bir xil bo'ladiki u qanday qilib berib ko'ringchi yo siz bilan ishlayman deydi oldirib oladi shunaqa deydi o'zi u bilan uzoqqa bormasligini aniq o'zi yomonlab chiqqanidan-da man o'ylab qoldim nima foyda agar sani eshitsa u odam san o'sha olmoqchi bo'lgan klientsing sani eshitsa sen bilan uzoqqa bormaysan chunki men tashlab ketdim sen ham tashlab ketadi shunaqa ikkinchidan agar sani eshitmasa bekor sharmanda bo'lasan ertaga sen haqiqatda boshqa joydan klient topsang bu bilan tanishib qolsa undan battar sharmanda bo'lasan imенно mana hozir aytasiz-ku bozorda deyapsiz-ku ertaga uni bozorda o'sha joyida уже nomi ketdi dog' tushadi ketadi-da hattoki profilni bekitib yurg'izsa ham yoki profil orqali emas bir-biriga sarafonda radio bo'lib anaqa qiladigan bo'lsa ham baribir ham уже klientskiy tushadi ham bunaqa tomonlar ham diniy tomondami shunaqa masalan birovni rizqi deyiladi-ku man har doim xursand bo'laman bu narsani eshitganda ham xursand bo'ldim man o'zi rizqimni xudoga topshirib qo'yganman hozir bu narsa haqida bitta narsa aytaman chunki man minusga kirib qolganimda ham qarzga kirib ketgan paytimda o'z tavakkalim orqali chiqib ketdim o'sha qarzlarimni buni narsa haqida siz o'zingizdan bilsangiz kerak yo'q bilmayman hali o'zingiz aytib berasiz shu orqali chiqib ketganman o'sha narsadan guvoh bo'lganmanki man aniq pulsiz qolib ketmayman hattoki qiyin vaziyatda ham hamma klientim ketib qolsa ham man pulsiz qolib ketmaslikka beraman-da zo'r eng asosiy man bilimim bor chunki shunaqa bilim kallada shu narsani ko'rgandan keyin hattoki mana hozir biza birgalikda repost qilamiz Instagramga qo'yamiz xudo xohlasa aniq mani tanishlarim mani taniydigan men bilan birga ishlagan yoki birga o'qiganlar aniq kommentariyaga inshaalloh yozishadi обязательно yozinglar sharmanda qilmanglar har doim mana kim chiqadigan bo'lsa mana sohiba menda proyektim bunaqa deb chiqishadigan bo'lsa iloji boricha proyektlar bilan bo'lishishga yokida kimdir bo'lsa maslahat berishga harakat qilaman har doim ochiqsiz unga chunki masalan o'zimda ham bo'lgan proyektsiz holatlar eng главныйsi u bilimini ishlatishi bu sferadan pul topib bo'lmas ekan degan fikrni bitta odam yana chiqarmasligi uchun men ham shuni rosa xohlayman mobilografiya orqali masalan bitta mashina olish masalanda mobilografiya orqali o'ziga bir qimmat tilla yoki brilliantni olish mobilografiya orqali bir oilasi bilan sayohatga chiqish bu illyuziya bir yolg'on obman bir deydik progress degan narsa bor-ku kursini sotish uchun mana shunaqa qilib progress qiladi demasligini xohlayman men o'zim ham mana kimdir ishonmayaptimi to'xta deyman deb 2 soat bo'lsa ham vaqtimni ajratib yo'q unaqa emas to'xta sen noto'g'ri joydasan deb jonim berib yuboraman-da qilishingiz ham yaxshi u fikrlash bilan boshqa sferada ham даже mana million topadigan sferada ham u pulni topolmaydi-da bu fikrlash bilan shunaqa любой joyda ham shunaqa ishonmasa qila olmaydi ayniqsa mana ko'pchilik aytadi voy mana 1 oy bo'ldi 2 oy bo'ldi yarim yil bo'ldi ish topolmayapman proyekt topolmayapman menga puli to'g'ri kelmayapti yoki gapimizga tushmadi bu buncha vaqt davomida topolmadingiz bo'ldi siz ishsiz qolib ketasiz degan emas bosirish kerak o'zi yaxshilab shunaqa odamlardan so'raydigan bo'lsangiz-chi o'zi tayinli hech kimga chiqmagan bo'ladi shunaqa просто biosiga profillarni shapkasiga SMM mobilografiya deb yozib qo'ygan bo'ladi zakrit qilib qo'ygan bo'ladi ishi ham bo'lmaydi o'sha harakat qildim deb hisoblashadi-da masalan institut o'qiymiz 4 yil o'qiymiz magistr bakalavr hammasida o'qishadi vaqti kelsa
ishsiz o'tirsa ham mani diplomim bor deymiz-ku. Men o'zim ham institut bitirganman, o'zim ham Mana oliy ma'lumot men magistraturalarni bitirgan, men ishli qilgan odamman masalan. Lekin masalan biz aytmaymiz-ku, diplomim hozir hech narsaga yordam bermayapti deymiz, chunki ertaga kerak bo'lishini bilamiz, uverimiz. Shunaqa. Nimaga u necha yillab institut bitirib turib ishonch bor diplom uchun. Lekin mana bu yerda 1-2 oylik kursni bitirib turib, ozgincha ish topa olmasa, bo'ldi, bu sferada ish topib bo'lmas ekan deyshadi. Yolg'on ekan deb. Ha. Chunki eng alam qiladigan joyi shundaki, ana yerda 1,5 million, 2 milliondan oyligingiz boshlanadigan joyda siz necha yil o'qiyapsiz-da? Ana yerda 1-2 oy davomida topgan anaqangiz soatda topasiz kerak bo'lsa-da. Hafta, mayli, haftada topasiz. Shunaqa. Masalan, oddiy misol, endi kirib keldi, monografiyaga bitta kontent $10 dan olgan taqdirida ham bor 10 ta video ol oy davomida. $100 prosta buni vaqt jihatidan hisoblasangiz, o'ynab kulib topib qo'ygan bo'lmaydimi? To'g'ri, mehnati bor. Siz minimum chekkada aytyapsiz-da. Minimum ana 1 millionlik oilalar bo'ladi-ku, o'shanaqa jihatidan olib aytaman. Почти uyingdan chiqmasdan to'g'ri. Ha, uydan oddiy misol, uydan real chiqmasdan topadiganlar bor. Men o'zim nechta mana montaj beradigan tanishlar bor, uspet chiqmay qolgan joyimda. Mana prosta borishmaydi, tayyor kontent tashlab beraman, montaj uspet chiqmagan, ular montaj qilib berishadi. $10 beraman. Men qancha beraman? Men nechta odam mendan so'rashadi, menga montajga odam kerak, uspet chiqmayman deyshadi. O'shalar o'tirgan joyida, uyini o'zida 200-300 bemalol topib qo'yishadi. 100 topsa ham uyingdan chiqmasdan topib olsan, ko'z tegish narsani-da. Bor. Prosta realni zo'r qilib bersa, ana mayli, unaqa zo'r bilmasin, rivojlansa, prosta ko'rsin, yengillikni qo'shsin, harakat qilayotgani uchun ham anaqagiz. Shunaqa mana men bilan ishlaydiganlar bor. Men montaj beraman, boshqa qilaman. Zo'r bo'lmasa ham mashinasini ko'ring, tashlab ham qo'yaman. Prosta referens berasiz. Harakat qilayotgani uchun ham u odam bilan ishlagim keladi masalan. Vaqtida qilib beryapti, harakat qilyapti. Harakat qilyapti. Shunaqa imkoniyat berasiz. Mana bu yerda lekin buni shunaqa anaqalar bor. Montaj beradiganlarim bor, ishlagim kelmaydi. Zo'r qilib beradi. Deadline-ga qaramaydi. Vaqtida qo'l ichida qiladi. Boshqa. Bilimi bor, lekin qilgisi kelmaydi. Unaqa odamlar ishlamayman. Luchanta harakat qilyapti, ishlasan, bilmasam mayli harakat qilayotgan bo'lsa, u bilan ishli, ertaga uzoqroq ishlayman bu odam bilan. Hozir kichkina cheklar haqida gaplashyapmiz уже. Уже katta cheklar haqida gaplashaylik. Mana siz ko'z tegmasin, xursand bo'ldim. Mashina oldingiz, Spark. Tabriklayman. O'zimda ham tabrikladim. Endi rosa xursand bo'ldim, to'g'risi. Mediada ishlab, qiz bola, erga tegmagan hali. Yosh qiz, hech kim olib bermagan. O'zi kreditga emas, qarzga emas, kreditga emas, o'zi harakat qilib, puliga ulab, kutib, yig'ib, mana oldingiz-da. Bu orada burnimni ham operatsiya qildim, telefonlarimni ham almashtirdim. Boshqa finansiy narsalarimni ham qildim. Anaqa nima uchun eslatib o'tamizki, birinchilardan iPhone 17 Pro Max olgan, mana endi bunaqa cheklar, misol uchun kichkina chekdan boshlandi. Qachon cheklarni oshira oldingiz? Qanaqa bunaqa katta pullarni bemalol eta oladigan bo'ldingiz? Qanaqa bo'ldi o'zi umuman bu jarayon? Shuni aytib bering. Cheklarni oshirishimmi? Umuman qanaqa mashinaga qanaqa erishdingiz? Mashinaga nechta proyektlar bilan ishladingiz, necha pul topdingiz, shu haqida gapiring endi. Eng shirin joyi. Ko'rib qolsa qarz so'rashmaydi. Yo'q, so'rashmaydi. Qarz so'ramasanglar tamom. Hazillashdim. Lekin rost. So'ramaydi lekin. Mana bunaqa narsa bo'ldi. Ko'pchilik ishonmaydi. Mana aytganimda ishonmaydi. Yo'q, bosib qo'yganing bo'lgan deyshadi, yo'q ishonishmaydi. Pravaga o'qiyotganimda, mana o'zim o'rtog'im muxlisi ham guvoh, pravaga o'qiyotgan joyimda qo'limda bir tepul bo'lmagan. Prosta davay o'qiymiz bo'lib, men bosib ishladim, vaqti kelsa uxlamadim, vaqti kelsa ertalab 5 dan syomkaga chiqib ketib, kechasi bosib kechki payt kelganim, kechasi keyin uxlamasdan, umuman menda har kechada, masalan, yakshanba vaqti kelsa yo'q, syomkalar ko'payib ketadigan bo'lsa, xuddi shunaqa. Shunaqa qilib pulni to'g'aladim. Mashinaga hali pul yo'q. Buni yopgandan keyin o'sha men pravamni oldim, mashinaga pul yo'q. Keyin shunaqa bo'ldi. Ya'ni pravani pulini yopganingizdan keyin, prava o'qishini pulini yopganingizdan keyinmi? Pravaga o'qish xohladim, pulni yig'ishni boshladim. Keyin orada bu yoqda endi baribir vaqtini kutasiz, mana bu o'qishingiz bo'yicha bo'ladi-ku. Ya'ni pravaga ham o'zingiz o'qidingiz, uyingizda o'qitmadi. Yo'q, o'zim o'qidim. O'zingiz ishlab topib. Shunaqa keyin unimni yopgunimgacha, unimni to'g'rilab o'qib o'qigunimgacha bo'lib to'lash bo'ladi-ku.
unimni bitirdim, anaqa imtihonlarida to'lovlar bo'ldi, ko'chada chiqishingiz bor, boshqa narsalariga keyin to'lashimga to'g'ri keldi. Yezdalar. Ha, yezdalar bor, yana nimasi bor, u anaqani ichida o'rganishingizniki bor, alohida ko'chaniki alohida ekan. Alohida, ha. Ha, ular ham yaxshigina aylanar ekan. 3 soat qapalon pul. Ha, shunaqa ekan. Keyin anaqa aynan mashinada bo'lganingizdan keyin yaxshiroq ustozga boring, qimmat bo'lsa ham yaxshiroq o'rganing deysiz. Shunaqa bo'ldi, keyin amallab pravam olgandan keyin mashinani tezlashtirishim kerak. Yo'qsa mashinani sraz bosmasangiz, ha, qolib ketadi. Keyin unikini bosdim, mayli dedim, yakshanba bo'lmasa, uyqu bo'lmasa bo'lmasin, zudni tut, olaman, shu qutulaman. Nechta proyekt bilan ishladingiz? O'sha paytdami? Voy, juda ham ko'p. Masalan, yo'q, aniq mana brend faceligim bilan qo'yadigan bo'lsa, hozir masalan brend facelik bilan qo'yadigan bo'lsa, 10 tadan oshadi. qaysidirida mobilograf, qaysidirida SMS, qaysidirida storiesmi ekan, qaysidirida brend face bo'lib chiqdingiz. Bir martaliklari ham bor orasida. Bir martaliklarini gapirmaganda dajida, endi 2-3 baravar ko'p ishladim bunda hozirgidan. Aytaman, uxlamadim-da, chunki keyin shunaqa vaziyatlar bo'ldi, nima deydi, birovga berish, hattoki ulgurolmay qolgan paytlarimda, mana montajga beraman-ku, boshqa bo'lganda ulgurolmay qolgan paytlar o'zim keyin dars uxlamasdan yana qiladigan paytlarim ham bor. No topshirishim kerak, pulini olishim kerak, qilishim kerak. Chunki vaqt topshirmasa, vaqtda pulni ham olmaysiz. Keyin shunaqa qilib boshida 2000 yig'dim, keyin anaqa boshlanish to'layman deb o'yladim-da. Keyin ko'paytirsa ham bu yoqda qimmat tushmaysan, bunaqa bo'ldi. Keyin oxir yig'ib qo'ydim o'sha pulni. Mashina pulini yig'ib qo'ydim. Summani yig'ib birato'la oldingiz. Birato'la oldim, ha. Shunaqa ekan. Faxrlanib ketdim lekin. O'zi katta mashina vaqtida. Olasiz, xudo xolasa. Xudo xolasa, keyin prosta olasiz. Orada keyin burnimni operatsiya qilishim kerak edi. Bu mashinamni olganimdan keyin davlat Spark olaman, zato sog'lig'imga mana qilaman dedim-da, keyin burnimni operatsiya qildim. Orada 17 chiqdi. Iloji boricha barab xohlayman va bu 17 olishni. Keyin 17 ni oldim. Keyin nima qildingiz? Boshqa narsalar borda, o'shalarni ham yopdim kattaroq. Qarzingiz bormidi? Juda ham katta qarzim bor. Mana boya aytayotganim, o'zi nima deb olsa bo'ladi, SM media deymiz, masalan. Mediaga kirib kelayotganimda, bitta kursda o'qib ishlasa natijaga chiqmadim deyshadi. Chiqasiz, o'zi harakat qilsangiz, sal sabr qilsangiz, imkon qadar o'qiganingiz ham yaxshi, mana ko'proq kursda o'qiganingiz ham yaxshi. Masalan, men yaxshi topsam ham haligacha o'qiyman. Rossiyada ham, Qozog'istondan ham olaman. Вообще, umuman boshqa til degan anaqalardan o'zimizdagi ekspertlarni ham eng toplarda o'qib chiqqanman. Da, Instagramimizda ko'rdim, ha. Hozir masalan ko'rib aytishligim mumkin, mana voy, deyman, 10 o'qishim kerak ekanda, yo'q, hozir pulim yo'q deyishligi mumkin. Yo'q, ishlay olasiz, bemalol ishlay olasiz. Bitta kursda o'qiman, bemalol ishlay olasiz. Shu stri bo'lib, sal anaqa qilishingiz kerak-da. Qancha o'qisangiz, shuncha o'zingizga yaxshi degan ma'no to'ysiz, yanada ko'proq topasiz. Mana shunaqa degan ma'noda aytaman. Trigger olasiz, burningizni operatsiya qilasiz, telefoningizni almashtirasiz. Aytolasiz. Men endi orada o'zim reklama qilsam. Shunaqa narsalar qilsa bo'ladi. Prosta ko'pchilik aytadi, "Voy, unaqa qilaman" deyshadi. Yana kimdir aytadi, "Meni pulim yo'q-da hozir. Anaqa yo'q, sharoit yo'q-da hozir. Berib turishim, nima, uyimdagilar to'lab bera olmaydi-da, erim yo'q" deydi-da. Uzr, men polni hamma kurslarimni qarzga o'qiganman. Etdan betda men hech kimni da'vat qilmayman, qarz olib boshqa deb qilmayman, meni yo'limdan yuringlar demayman. O'zimni misolimni aytmoqchiman, xohlaganlar qiladi. Hamma kurslarimni qarzga o'qiganman. Mana menimcha shu darajada qarzga minusga kirib ketdimki, даже mana yaqinda 1 yil bo'ldi shekilli o'zgarimga, qutulganimga shu darajada kirib ketdim. Juda orada shunaqa bo'ldi, Inspire, mana o'zim aytasiz, Inspire'imda kontraktim bor. Kontraktim hattoki uyimnikilar to'lab bergan taqdirda ham Insta o'ziga pul kerak bo'ladi. Men yana u paytda men o'qiyotganim telefonimni almashtirishim kerakmi? Kontraktimni berishgan pulni men telefon olib o'rganman-da. Kontraktim taqalgan meni. Yo to'la, yo sirpan deyishgan. Yo'q, uyinglar bilishganmi? Yo'q. Hozir ko'rsatib bilishadi. Faqat ushmanglar. O'ylab gapiraman. Shunaqa qilib yaxshigina qarzga kirganman. Telefon borgan. Ha, hozir Riskovniya девочка. Keyin hammasi yana nechta kursda o'qib tashlaganman. Hozir tag'in mana siznikini esimni yana kursimni aytyapman. Orada nechta yaxshi bilim prям ololmagan kurslarim bor. O'xshamagan kurslar bor masalan. O'shalarni puli yig'ilib, ya'ni yopganim sari men masalan amallab ishlab yopganim sari baribir etti katta summa-ku. Shunaqa narsalar bo'lib, yopib. O'sha paytda men uverin edim. Men уже u qarzlarim hozir men uchun hech narsa bo'lmay qoladi. Lekin shunaqa narsa bo'lgan, menda
kursni bitirayotgan ikkala kursni ham manimcha institut bitirib olgandimi sizda o'qiganimda? Yo'q, siz bitirib Bitirayotdimi? institut bor edi, sohiba charchab ketyapman dedingiz-da. Institutim dedingiz, imtihon paytingizmi, lekin institutingizni aniq eslayman-da. Institutim deb. O'sha payt mana kecha shu narsa haqida post qo'ydim. Men o'zi tegi boshlovchilik faoliyatimni davom ettirishim kerak bo'lgan. O'sha narsa uchun institutda o'qiganman. Yo, yarim oltala bo'lgan. Keyin men hijobga juda ham kirgim kelib ketgan. Men oxir chidolmaganman. 3 yil chidaganman, ichimdagi ovozni eshitmaslik. Keyin oxir bo'ldi, kiraman deganman. Men aytmayman, meni hech kim majbur qildi, hijobga kirmasangina ishlay olasan degan gapni aytmayman. Men o'zim просто xayollarim bilan sizlar bilan bo'lishaman. O'sha bildim, men boshlovchi bo'lib ro'molda chiqa olmayman. Nima bo'ldi? Men shunchaki men o'qigan yo'nalishim bo'yicha ish topa olmasligim aniq edi. То есть boshlovchilik yo'nalishida. Men risk bilan hijobga kirib ketdim. Meni mana shu media qutqarib qoldi deya olaman. Zo'r. Bemalol qarzlarimni yopishimga, anaqam bo'lishiga, qo'limda ishim bo'lishiga, bemalol o'quvchi ola olishimga, rivojlanishimga, orzularimni amalga oshirishimga yordam bera oldi. Mana shu narsa yordam bera oldi emas, qutqara oldi deya olaman. Qachon sayohatlarga chiqamiz endi sohiba? Xohlasa bu yil. Bu yilmi? Bu yil. Bu yilga endi nima niyatlar bor? Bu yilga erga tegishdan tashqari hamma shu gapni kutadilar-da, turmush qurish haqida kutadilar. Erga tegishdan boshqa hammasi. Hop, nima niyatlar bor? Hop, mayli, uni olib tashlaymiz. Chetga chiqish, albatta. Mashinani almashtirish yoki boshqa mulk bironta o'zim uchun qilish yoki biznes. Zo'r. Shu uchalasidan bittasi. Uchalasi bo'lsa ham albatta xursand O'tmasdim. Pricelarni hozir sal oshiryapmiz. Hamma o'sha yo'nalishlarim bo'yicha. Shunaqa qilmoqchimanki, komandamni sal kengaytirib turib, faqat boshqaruv bilan ishlash. Zo'r. Boshqaruv bilan ishlab, u yog'iga shaxsiy brendni yurg'izish. Молодец. Zo'r. Xolis. Yaxshi. Turmushmas. Turmushmas, hech o'ylamaydi. Xursandman men. Albatta turmushman, hozir kimdir yozadi, to'shni yozadi. Qiz bola erga tegish kerak deysalar, kechirib qo'yibsizlar. Qiz bola farzand tarbiya qiladi, o'qitadi. O'shaning uchun birinchi fikrlashimni kengaytirib olay. Nasib bo'ladigan bo'lsa, men orqaga qaytarsam bo'ladi. O'shaning uchun xotirjam qilmanglar. Temas baribir. Zo'r. Hop, endi qarang, shu maqsadlarga erishmoqchisiz, demak, o'sha daromadlar yaxshi. Oylik daromad qanaqa bo'lyapti hozir? Qarz so'raysan. Yaxshi. Hop, qanaqa bo'lyapti? Masalan, Spark almashtira olish darajasida sekin topasiz. Ha. Yaxshi. Ayting endi summasini. Aytavering. O'rtacha bor 2000. 2000 topasiz. Zo'r, молодец. Undan ham oshadi lekin. Oshadi. O'rtacha deb turavering, o'zim yaxshi shuni desam. Yaxshi. Aytmayman lekin deb bo'ldi. So'ramang hech narsa. Sizlar uchun 2000. Zo'r, молодец. Yaxshi. Tak, yana nima savollarim bor edi sizga? Dash uyimdagilar bilishmas, nech pul topishim. Bekor aytib qo'ydim deng. Mayli. Bu joyinja bonus kesib tashlaymiz. Yaxshi, zo'r. Tak. Umuman mana shu media sohasida sizga havas qilayotganligi, o'zi umuman SMM, mobilografiya yoki brend face bo'lmoqchi bo'lganligi, yo stories maker bo'lmoqchi bo'lganligi, o'zi nima gapingiz bor? O'zingiz ichingizdan nima maslahatingiz bor? Birinchi navbatda shoshmanglar. Sizlarni ishonaveringlar, bilmanglar, aniq pul keltiradi. Mana katta qarzdan, ishsizlikdan qutqarib qolgan narsa неужели sizlarga pul keltira olmasa? Faqat boshida yaxshi niyat bilan kiringlar. Masalan, hozir meni zo'r ishlayotgan proyektlarim bor. Mana oilam bo'lib qolgan proyektlarim, hammasiga eslayman borganda, ayniqsa men eng zo'rini biladiganingiz Zarina. O'shdan kelishuv qilib chiqib ketayotganimizda endi nol holatda bo'lgan-ku ularning Instagramim. Mana shunaqa zo'r qilaman deganman. Ikki tomonlama deb. deganman, ichimda o'tqizaman. Turayotgan joyimda xayrli, ikki tomonlama manfaatli bo'lsin deganman, tilimda ichimdan ham shu narsa o'tgan. Xudoga shukr, hozir ikki tomonlama ham manfaatli, bu juda ham muhim. To есть ularga ham manfaatli bo'lishi, menga ham manfaatli bo'lishi. O'shaning uchun ham
bilmaydi, hech qachon orqada qolmaydi. Oliy ma'lumotli odam sifatida ham aytyapman. Bu ishidan men bu narsani hattoki hunar deya olaman. Men hozir mana shug'ullanayotgan ishimni, chunki men ertaga boshqa sferada ketsam ham bu ishim orqali hech qachon ko'chada qolmayman, boshqa ishimda ham bemalol ishlata olaman-da. O'shaning uchun ham bilimga ishonch hosil qilaveringlar. Eng muhimi to'g'ri ustoz tanlab olsanglar bo'ldi. Chunki to'g'ri ustoz tanlab olsanglar, bu sizlar institutda bo'ladimi, xoh o'qiysizlarmi, o'qimaysizlarmi, masalan bu sohada eng global to'g'ri ustoz tanlab olsanglar bo'ldi. Sizlarni ertaga kursni bitirding, bo'ldi, xayr demaydi hech qachon. U har doim ichida momentida nima bo'layotgan ekan degan bitta o'zim-ku. nima bo'layotgan ekan degan xavotirda yashaydi. Voy, bo'lsa bo'lardi, ana prям onadek bo'ladi-da. Masalan, o'zim ham institut ustozim bor, To'mar sizni juda yaxshi ko'raman. Men haligacha kuyinali. Mana mobilografiya bo'yicha ustozim bor, haligacha nima bo'lyapti, ketyaptimi, chiqib ketyaptimi, yaxshi kelyaptim. Bu qo'yadigan so'zlar masalan bor, SMM bo'yicha bor. O'shaning uchun ham ustoz juda ham muhim. Shoshmanglar, ustozni to'g'ri tanlanglar. Eng yaxshisi, sizlar buni mendan yaxshi bilasizlar, lekin eslatib qo'yishim kerak. Allohdan gumoninglarni yaxshi qilinglar. O'shanda har qanaqa ishinglar prям mashina bo'ladi. Men o'sha paytda prям minusga ichim anaqa bo'lib ketdi o'sha paytda. Mantiqlarim kirib ketdi, ishoning. O'sha prям qarzga kirib ketgan paytim eslasam hozir adamlar oyim ko'rsa-chi, to'shni anaqa qilishadi-da buni. Bolam shunaqa darding bormidi? Shunaqa bo'lganmisan deyshadi-da. O'sha paytda xudoyim shunaqa meni qilganki, men hech qachon qarorlarimdan afsuslanmay, men senga ishonaman. Nima vaziyat bo'lsa ham, men senga ishonaman, men senda gumonim yaxshi degan narsa bilan shu holatga keldim, Xudoga shukr. Молодец. Va hammasi hali yana oldinda. Hattoki menga kimdir yomon narsa aytmoqchi bo'lsa ham, mana turmush masalasida juda ham menga ko'p yomon narsa aytadi, to'g'risini aytaman. Va hali shunaqasi uchrab qolsa-chi, hali unaqa bo'lib qolsa-chi, ishlatmasa-chi yoki biliming kerak emas deb hisoblasa-chi yoki populyarniy gap bo'ldi-ku, men siz hech kimsan degan narsa o'zi bandaga nisbatan aytilishi o'zi noto'g'ri-da. Shunaqa bo'lib qolsa-chi, juda ham qo'rqinchadi haligacha. Masalan, turmush masalasida, lekin meni har doim ularning og'zini o'chirib qo'yadiganim, ichimni xotirjam qiladiganim bu Allohga gumonim yaxshi degan narsa. Xudoga shukr. Yaxshi ham Xudo borki, hammamiz zo'r yashaymiz. Xudo Bu xolasa. dunyo bu dunyo inshaalloh. Xolasa. Zo'r. Endi hozir yana zarringga qaytamiz, zarringga. Havas qilaman-da, mana qo'yasiz-ku, mana tug'ilgan kun, qanaqadir bayram, har qanaqa holatda hamchi, ularnicha shunda tursa gazonda ular bitta qizil mana atirgulga o'xshab qizil atirgul bo'lib chiqib turasiz-da. Mana shu joyizni topganingiz, mana shu narsa bilan rosa faxrlanaman-da. Mana shu narsaga shu boshidan shunaqa bo'lib ketdimi? Qanaqa bo'ldi? Boshida qanday qilib bu natijalarga erishdingiz? Borganimda hamma erkaklar, hammasi erkaklar, men endi bitta qiz bo'lib kirib bordim. Puti qilib unaqalada. Kimdoq qarasam hammasi erkaklar. Voy, nima bo'lar ekan? Akam tegi, adam tengi odamlar. Shunaqa-da. Nima deydi? Menga qanaqa munosabat bo'lar ekan? Meni qanaqa qabul qilishar ekan? Ham erkaklar-ku. Ayollar bor joyga unaqa qo'rqib bormaysiz-da, masalan. Shunaqa bordim. Lekin birinchi borishimdan oldin men chaqirish, masalan, keling gaplashamiz deyishgan paytida men unaqa e'tibor bermadim. Faqat erkaklar ekan-ku, nima qilaman? Ishlab ketmasam kerak. Ishlamasam kerak. Borib ko'ring, nima bo'lardi dedim. Men shu narsa menga har doim plyusga ishlaydi. Borib ko'ravering, qilib ko'ravering. Nima bo'lar? Maksimumigacha qilib ko'ring. Bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa bo'lmadi. U yog'iga ham bu yog'iga ham roziman. Bordim, qarasam kelishuv bo'lib ketyapti. Bo'ldi, yur, qilamiz, u yoq deyapti. Mana o'sha anaqa bo'ldi, ichimda anaqa bo'ldi-da. Erkaklar-ku nima qilaman? O'zim ichimda anaqam shunaqa ovoz bo'ldi-da. Keyin xo'jayin, o'sha Zarina xo'jayiniga, Anvar akaga aytdim. Albatta ishlaymiz agar qadratimiz to'g'ri kelsa deganman. Haligacha eslaylar shu gapni, ishonasizmi? Haligacha eslaylar. Menga juda ham приятно bu narsani eslab qolishligi, to есть sizni fikringizni eslab qolishligi. Keyin shunaqa bo'ldi. Keyin o'sha mana kelishganimizdan ertasi kundan o'sha ishimizni ham boshladik. To есть men сразу уже stories ochib boshladim, сразу kontent ochib boshladim. Ishga kirishib ketdingiz. Men o'zim tushunmaydigan joyim kelib qolganman. Iloji boricha so'ravishga harakat qildim. Qarasam mendan hijolat bo'lishyaptimi? Hijolat bo'lishayotgan paytda iloji boricha
kulib ko'p savol berish kerak. Hmm. O'shanda yaxshi chiqib ketadi mana. Hammasidan xijolat bo'ladida, bo'ldi o'sha joyga borib kulib, u narsani so'raverish kerak. O'shanda Kommunikatsiya qilishga harakat qil. u javob berayotgan jarayonida siz bilan chiqib ketgan u odamlar sezmay qoladi. Aynan shu narsa hisobiga ham biz mana bir haftani o'zida o'sha etigilar bilan hammasini mana odamovi bo'lganlari bilan ham даже bunday olib ketdim. Odamni bo'ladi, xarakter просто ana qiz bola bilan gaplashmaydi yoki yangi odam bilan tanishmaydi masalan shu bo'ladi-ku. O'shalar bilan bir haftani o'zida o'sha mana tanish bo'ldik. Bir oy o'zi bemalol ana kulishi, bemalol mana ana prям komandadagi bo'ldik. Endi 1,5 yil ichida o'sha qadriyatingiz tushgandan sohiba viloyatga to'yga borib, qarindoshlaringiz bilan o'ynagan deb o'ylab yuribsiz. Storieslarda ko'ryapman. Erkakda Instagramda hamma tanirkan, o'zimni zvizdalardek his qilardim. Voy, men sizni taniyman, men sizni quchoqlab olishyaptiman. Shunaqa приятно deb ko'rsam, unaqa olib ketaman deb. To'g'ri joyda ekanman dedingizmi? Ha, to'g'ri joyda ekanman dedim. Eng muhimi, meni har doim xursand qiladigani, ertagalar meni haqiqatda singlim deb qabul qilishlari. Nima sababdan? Bu har doim men ularga aka deb gapirishim. Ya'ni u narsa bo'lsa, akamsizlar-da. Bunaqasilar-da, mana hazil orasida. Akamsizda ham masalan o'zim nima deyishni bilardim, biz hazil orasida ham. Yoki masalan u narsa bo'lsa, akamsizlar o'shancha naqa deb orada ayol kishida ko'p narsa bog'liq deb o'ylayman. O'sha narsa hisobiga ham ular ham qabul qilish oson bo'ldi, meni singil sifatida. Ya'ni ko'pchilik qo'rqadi, erkak kishini oldida qanaqa hisoblashar ekan, man noto'g'ri qo'shmasmi, yomon gap gapirishmasmikan o'sha. Ulardan ham yaxshi gumonda bo'lgansiz. Ha, ulardan ham yaxshi gumonda bo'ldim. Yo'q, bu yerdagilar meni yaxshi qabul qiladi. Men mana shu erkatoy singil bo'lib qolaman, hattoki turmush chiqayotganimizda ham ish qilib kelib tursin-da, ya'ni anaqamizdan dushasi bo'lib qoldi-ku, degan narsa bo'lsin degan ichimda anaqam bo'ldi-da. Niyat. Ha, haqiqatda qarzdagi qo'ldan chiqar ekan. Haqiqatda etga yaxshi ko'rsangiz, yaxshi ko'rishni olar ekansiz. Yaxshi ko'rsangiz. Nima eksangiz, shuni o'rasiz-da. Ha. Zo'r. Masalan, har doim tug'ilgan kunimda mana o'zi men endi shunchaki esaman, mutaxassisman masalan, tabriklash yoki bunaqa narsalar yoki bu narsalar qilish meni anaqamga kirmasa ham, men просто aytganini juda ham yaxshi ko'raman. Prям yaxshi ko'raman, chunki ana shunaqa munosabat bo'lgan o'sha singlimiz qani, to'y sohiba qani va olib qo'ydinglarmi ovqat yoki bunaqa bizda o'zimiz oshxonamiz bor-da. Undan qildinglarmi? Kelyaptimi? Bunaqami yoki bu narsa videoga olmagan bo'lsam, bu narsa katta partiya chiqib ketadi-da, uni storiesga qo'yish kerak. Bizda jarayon borligini. Olishadi. Men olmagan bo'lsam, sohibaga kerak bo'ladi. Sohibaga kerak bo'ladi, anaqa storiesga kerak bo'ladi deyshadi. Ularning vazifasiga kirmaydi. Eng muhim narsa bu ertaga xo'jayinimiz men faqat rivojlanadigan narsa yo'qligi. Mana shu jihati zo'r. Ishchilarga shunaqa nima deydi? Va bu ham bo'lsin, bu ham bo'lsin, bu ham bo'lsin. Ya'ni hammani oldida emas, tushunasizmi? Har bitta odam o'zini chaqirib, nima bor deyishni? Nima bor? Unaqa qilmoqchimisiz? Qiling. Mana. Nima yordam kerakman tarafdan. Ana, ha, bittadan o'ziga qaragan emas, butun xodimlar rivojlanishini haqiqatda xohlaydi. Endi men hozir prям ichida nima bo'lishini nima men bo'lmayman faqat. No, haqiqatda shunaqa. Nima meni xursand qiladi? Ular hattoki ayollari ham meni yaxshi ko'rishadi, yaxshi qabul qilishadi. U narsa ham juda ham важный. Erkaklar ichida ishlayapsiz, ular ayollari sizni yaxshi ko'rib, bunaqa qilish juda ham важный. Chunki men o'zim nima deydi, spetsial singil etapini qo'yib olganman ularga. Pozitsiya. Чтоб ayollari ham xotirjam bo'lsin. Sohiba bizani oilamizning a'zosi, singlimiz. Ha. Ana oila va ishxonaligiga bitta qiz kelibdi deganlar qanaqa qo'rqib, turmushga chiqmagan bo'lsam, bilaman bu narsani yomon chustda bu. Shunaqa narsani qilishga harakat qildimki, чтоб ularning ayollari men haqimda yomon gumonga borishmasin. Xudoga shukr shu narsa bo'ldi. Haqiqatda yaxshi ko'rishadi. Даже to'ylarda quchoqlashib, ko'rdim-da storieslaringizda. Prям ana onalari, xolalari meni hammadan erkan deb xursand yuribsiz. Qarayman, voy, молодец sohiba. Ichimdan ana faxrlanib ichimdan o'tdi, men hozir aytibman sizga har bitta mana kimdir, qaysidir o'quvchim kimdir bilan ishlasa, o'shani meni tanishim bo'ladimi, tanishim bo'lmagan odamni baribir o'zib so'rab ketishga harakat qilib, qanaqa bo'ldi, ishingizni to'g'rilab berdim. Yo'q, yaxshi, qayerdan taniysiz? Ustozi bo'laman. Voy, uni ustozi sizmisiz? degandek-da. O'shaning uchun ham men borgandim, Zaringa sразу главный menejerdan o'zib olib so'radim. Baribir sizlar haqingizda yaxshi o'zib eshitish menga baxtda. Shunaqa. Mehnatingizni, chunki mevalarimiz-da biza. Конечно, faxrlanaman qattiq nimada. Даже storiesga bir marta chiqib qanaqadir kayfiyatingiz xursand bo'lganini ham ko'rsam, buni ishlari yaxshi ketyapti. Bundan xotirjamman deysan, ona boladan xotirjam bo'ladi, bundan ko'nglim to'q degandek. Shunaqa bo'ladi. Zo'r.
Endi qarang, hozir biza podkastda eng birinchi mehmonsiz, xudo xohlasa, ochib berdingiz debyut. Bu yog'iga endi davomiy bo'ladi, xudo xohlasa. Xohlasa. Harakat qilamiz. Keyingi mana o'quvchilarni ko'pini taniysiz. Taniysiz. Mana sizni potokingizda o'qiganlar, undan keyingilar yo kursdoshlaringiz qaysidir natijaga chiqqani yoki qanaqadir ichida gapi bor, harakat qiladiganini keyingi mehmon kim bo'lishini xohlardingiz? Hech o'ylab ko'ra olasizmi shu narsani? Bitta bloger bor, Instagramda ko'rganman. Bilsam, ular sizni o'quvchingiz ekan, O'sinka. Zo'r. O'shalar menimcha qiziq bo'ladi, chunki ko'pchilik ayollar taniydi, ularni aniq. Chunki nima deydi, odam ichidagi temalarni yumorga aralashtirib chiqarlar. Hayotiy narsalarni bayon qilib olib chiqarlar. Ha. Menimcha ular bilan bo'lgan podkast ancha qiziq bo'ladi. Zo'r. Ularga savolingiz bormi? Savol tashlab ketsa, siz savolingizga ular javob beradilar. Ularga savol. Menga kim savol beradi? Sizga Oxirida olamizmi? Yo'q. Bu podkast siz bilan oxirgisi emas, birinchisi. Xudo xohlasa mana shu yil oxiriga yangi natijalarda yana kamida Malibu bilan kelganingizda xudo xohlasa o'shanigina Malibu oldim. Bo'ldi, endi gapirib beradigan gaplarim bor degan paytingizda o'sha keyingi mehmon, sizdan oldingi mehmon savolini beraman. Xudo xohlasa, yaxshi niyat. Ularga savolim, hammani qiziqtirgan savol bermoqchiman. Nimaga yuzingizni bekitib olardingiz? Menimcha o'sha ruxsat bo'lmaganiga. Va nima sababdan oldingiz? Olishingizga masalan kimdir qarshilik qilgan bo'lsa, qanaqa bilan ko'ndirdingiz? Zo'r. Va yuzni bekitib turib ham, effekt qo'yib ham turib ham, qanaqa daromadga chiqsa bo'ladi? Menimcha hammaga qiziq bo'ladi. Zo'r. Yaxshi, молодец. Shu bilan podkastimizni tugatsak bo'ladi. Bizani ko'rganlarga vaqtini ajratib, qimmatli vaqtinglarni ajratib bu podkastni ko'rganinglarga rahmat demoqchiman. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va bu videoni maksimalni ko'proq layk, kommentariy va tanishlarga yuborib qo'yinglar. Bu podkastimiz ko'pchilik ayollarga, qizlarga manfaatli bo'ladi deb o'ylayman, chunki qarzga kirib qolganlar, nimadirga erisha olmayman deyotganlar yoki umuman o'zim nimadir qila olmayman deyotgan ayollar bo'lishi mumkin. Xudo xohlasa sohibaning natijalarini ko'rib, bu narsa qilish mumkinligiga, illyuziya emasligiga, yolg'on emasligiga ishonch hosil qilasizlar degan umiddaman. Hammaga rahmat. Rahmat Nigina opa, taklif uchun. To'g'risini aytsam, juda ham xursand ketdim menga taklif bilan chiqqaningizda. Nimaga? O'zimni ko'rsatishdan ham oldin ichimda prям yotgan hammaga topa olasan, ishlay olasan, qila olasan, rivojlana olasan degan ichimda yotgan gaplarimni aytish imkoniyatini berganingizga rahmat. Avvalambor albatta bergan bilimingizga rahmat. Men bundan har doim minnatdorman. Gullar uchun ham rahmat. Arzimaydi. Va hammaga albatta bu kanalga obuna bo'lishinglarni maslahat bergan bo'lardim. Chunki bu birinchi navbatda kanalning rivojlanishida qo'shgan hissanglar bo'ladi va albatta kanal rivojlanganidan keyin qanchadan qancha qizlarimizni o'zlarining yo'llarini topishlariga qo'llab-quvvatlashinglar bo'ladi. Hammaga rahmat. Rahmat.